o'zi O'zbekiston Respublikasida alkogol va tamaki mahsulotlari majburiy raqamli markirovka qilingan mahsulot sirasiga kiradi. Ulardan maqsad O'zbekistonning ichki bozoridagi soxta mahsulotlarni kirib chiqishini oldini olish, noqonuniy savdoni oldini olish va davlat byudjetiga tushumni ko'paytirishga maqsad qo'yilgan. O'zi aksiz markani muhimligida shubha umuman yo'q, lekin aksariyatda aynan aksiz markani qalbakilashtirish hollari ko'p kuzatiladi. Datamax kodi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, u yerda har bitta mahsulotni individual ravishda Datamax kodi orqali nazorat qilish imkoniyatiga egamiz. Ishlab chiqarishdan boshlab iste'molchi qo'ligacha yetib borguncha. Soxtalashtirish mumkin, faqatgina ikkita tomondan qaraganda aksiz markani soxtaligini bilish uchun siz birinchi o'rinda o'sha aksiz markani laboratoriyaga topshirishingiz kerak. Lekin data matrix bo'lsa, Asilbek mobil ilovasi orqali skaner qilganingiz o'zida ma'lumotlar kelib chiqadi. O'zi bu ilovani ommalashtirish uchun biz ko'p, misol uchun o'zimiz Telegram sahifalarimizda yoki veb sahifalarimizda kelib chiqamiz. Ham bizga texnik qo'llab-quvvatlash bo'limiga murojaat qilishganda aytib o'tishimiz mumkin. Eng oson yo'li muammoni hal qilishga yoki bilish, ma'lumotlarni olish uchun mobil ilovadan foydalanish. Hozirgi paytga kelib qaraganda raqamli markirovka kiritilgan paytdan boshlab shu paytgacha 4 yildan ziyod vaqt o'tgan bo'lsa, oddiy iste'molchilar orasidagi mobil ilovadan foydalanish holatlari juda ko'p kuzatiladi. Negaki bizga tushadigan analitik ma'lumotlari bo'yicha 4 yil ichida 10 barobar oshgan. Negaki bu mobil ilovadan nafaqatgina oddiy iste'molchi, balki tadbirkorlar ham foydalanadi. Nimani oldini olish, mahsulot rostdan meni tashkilotimga tegishlimi, tegishli emasmi, o'zimga kelib tushdimi vaqtida, hech qanaqa olib kelayotganda muammolar bo'lmadimi yoki ekspeditor almashtirib qo'ymadimi, shu narsani oldini olish uchun ishlatishadi. Oxirgi agar alkogol va tamaki mahsulotlari bo'yicha skaner qilganini olib qarasak, 24-yil oxiriga kelib 100 mingtadan oshiq odamlar skanerni shu foydalangan. Qancha yuklab olingan, borgan sari oshib boryapti.